32. savol. Ramazon ro'zasining farzligining dalili nima? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari babida 32. savol. Ramazon ro'zasining farzligining dalili nima degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ramazon ro'zasining farzligining dalili nima? Javob: Allah subhanahu va taala bu haqda mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tercümesi: Ey müminler! Günahlardan saqlanışınlar üçün sizlerden ilgirikilerge, yani ilgiriki ümmetlerge roza farz kılingandek sizlergemu Ramazon rozası farz kılındı. Sure Bakara 183. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda yana mundaq deydi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Tercümesi: Sizlerden kimiki Ramazon ayida hazır bolsa Ramazon rozasını tutsun. Sure Bakara 185. ayetning bir qismi. Yuqoridagi, ya'ni oldingi bablarda so'zlab o'tilgan Payg'ambar alayhisolatu vassalamning qishig'i kelgan najdilik chochlari paxpaygan kishi haqidagi hadisning bir qismida Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana islom Ramazon oyining bir oy ro'zasini tutishdir dedi. U "Mana uningdan boshqa ro'zam bormi?" deb so'rab edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam "Yo'q, tutay desang nafl ro'za tutqin" dedi. Birlikka kelgan hadis. Alhamdulillah, yuqorida islom aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan 32. savol. Ramazon ro'zasining farzligining dalili nima degan savolning javobini oldinglar. Oxirini keyin qitamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.